Aziz va mehribon vatandoshlarım, qamlarim, qarindoshlarim, yigitlar, mo'ysafid otalar, ko'kajiyanlar, bilohra tur usoli Andiqo'y Bo'ston viloyati Foryob. Hammalarga bir bor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb sizlar behtarin bir tozalik ilonotni yetkiraman birodarlar. Bundan inshaalloh kayf eting. Aziz inoqalarim, bismillahirrohmanirrohim. Darichai Andiqo'y Bo'ston, albatta qinoat kebali Andiqo'y. Suhayl sohib Naqibullo, Karimi sohib Rahimullo, Jasur sohib Atiqullo. Sizlar mehribon qamlaya az tariqi qinoat kebal birodarlarim xolidingiz ki bir irayda orzu ormoni shu ediki hamma zotimiz bo, kamrab bo, zinda pas bo, diga bo. Biloxira shu bir tayyaram bo'lsa edi shu bizani behtarin yaxshi ro'zlarini sabt etsa u tarixi jahonga ko'rsatsa yo o'zlari tarix sabt etib ko'rsaydi tanigay buzilmagan shunday zo'r saplarni olib qo'ysaydi umid etaydilar. Alloh taolo sizlarning umid inshaallohlarni inshaalloh barjo qildi. Mana bu shu otgan yigitlarim sizlar mehribon qamlaya muofiloy xushiki Alloh taolo sizlar nasib etadi. Ya'ni solgiradan tutu muofiloy arusidan tutu birodarlarim mana gurosh, o'g'loq, e'lonotdiki har joydan shirkat, do'kon, har yerdagi baysobi sizlar mehribon qamla yaxshi ro'zingiz bo'lsa, mana shu yigitlar xizmatda birodarlarim mana avoda uchiribdi. Faqat baqiymatda munosib Suhayl sohibning do'kondan qo'lga keladi. Beg'am murojaat qilingda, inshaalloh taolo sizlar tarixiy sablaringizni bulardan endi kelanini lekin bor ekan deysiz va bulardan isham olishni kerak birodarlarim. Aytmangki o'zim tayyor bo'lsa, 3 nafar ham buni ko'rmandi bo'lsa, qinoat kebal tarafdan qanday bo'larkan xarj xarajati yo o'z avlodlaringiz baqiymatda munosib gap xolos bo'ldi. Bir piyola halol choy, bir luqma noni halol shular qolsa biladi birodarlarim. Avvalo Xudo sizlarga so'ydi, unda ham yaxshi ro'zingizda. Xush borasizlar, xush kelasizlar, xush yashang birodarlarim. Sizlar bir chonsa a'lo, chonsa tillo, neke muborak bo'lsin birodarlarim. Sizlarning xizmatlaringizda.